Mana hozir spiralni oldik. 7 yil turgan spiral, to'g'rimi? Ha, 7 yil. Poliklinikaga borishgan, ipidan tortishgan, ipi uzilib tushgan. Uzilib tushgandan keyin oldimga kelishdi, mana spiralimni olib bering deb. 2 marta kesir va secheniya, kesir operatsiya bo'lganlar. Gapiring. Rahmat kattakon. Mazza azoblardan qutuldim, og'riqlardan. Qo'llari yengil ekan. Rahmat, baraka topinglar. Og'rimadimi uncha? Yo'q, bilinmadi ham. Ha, mana. Hozir ultratovush yordamida mana Nargiza Muhiddinova bilan birga. Chandiqlari bor ekan. Nisha o'zi sal o'sha chandiqqa yopishib qolgan ekan. Sal qolibdi-da. Spiral Klinika qilib taqalib qolgan ekan spiral. Ha. Xullas, Qiyinchilik bo'lsa ham mana oldilar. Rahmat. og'rimadi. Shu oldik, Xudoga shukr. Alloh o'zi yordam berdi. Oliy toifali aksher ginekolog, xirurg, reproduktolog Qobulova Gulbahor Pirimkolovna. Sog' bo'linglar azizlarim. Sog'